Yaqinda Toshkentga ko'chib keldim va birinchi qilgan ishim bu kvartira qidirish bo'ldi. O'lay agar Toshkentda kvartira qidirganda shu paytgacha qiz bola bo'lib tug'ilmaganimga bunchalik afsuslaman deb o'ylamagandim. Yo'q, e'tibor berganmisiz, siz qiz bola emasmisiz? Toshkentda yashashga haqqingiz yo'q. Yo qiz bola bo'lishingiz kerak. Yo bundan ham batari uylangan bo'lishingiz kerak. Yana bir xil payt haligi e'lonlar ham chiqib qoladi-da, kvartiraga ijaraga odam olaman, qiz bola bo'lsin, pul bermasa ham mayli. Uydagi uborkalarni qilib tursa bo'ldi. Men ham qila olaman uborkalarni. Menga ham onam kichkinamda pollarda artishni o'rgatgan. Bormi kichkinada pol artgan bolalar? Erkaklik g'ururi yoshligidan toptilganlar. To'g'risi, yana ba'zi ayollarning qadri pasayib ketyapti deb qo'yadi. Bu yerda erkak bo'lgani uchun uy topolmay ko'chada qolib ketyapti.